21-asr erkaklarning asosiy vazifasi pul topish bo'lib qoldi. Ya'ni hamma erkakning o'zi boshi doimiy og'riydi. Kam bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham. Hamma erkakni o't qopida toshi bor. Hamma erkakni oshqozon traktida muammosi bor. Prostatada muammosi bor. Jinsiy xohishi bo'yicha muammosi bor. Bu 80% erkaklarning o'zini qiynaydigan muammosi. O'zi biladi, hech kimga aytmaydi. Nima uchun? Doimiy pul topaman deb asab stressda. Doimiy pul topaman deb bitta joyda o'tirib ishlaydi. Doimiy pul topaman deb kechqurunlari halovatlar yo'q. Kredit, hamma muammo o'shanda. Xo'p. Birinchidan, sizni xohishlaringiz, ya'ni ehtiyojingiz topadigan pulingizdan ko'p. Bu narsa sizni doimiy stressga soladi. Bu narsa yana sizda davomiy ketadigan bo'lsa, qariganingizdan keyin sizda yurak kasalliklari, prostata adenoma kasalliklari va oshqozon hazm tizimingizda juda katta muammolar bo'ladi. Bu narsani bo'lishni oldini olish uchun birinchi navbatda doimiy pul topish emasda sog'lig'ingizga e'tibor berishni ham boshlang, ya'ni sport bilan shug'ullanish, to'g'ri ovqatlanish va vaqtida uxlash. Shuni o'zi yetadi sizga.